Assalomu alaykum. Deputat bilan bir kun loyihasining bu galgi soni avvalgilardan biroz farq qiladi. Odatda deputatlar bilan hududlarga yo'l olib, ularning bir kunlik ish faoliyatida hamrohlik qilganmiz. Bu safar esa aynan qonunlar yaratiladigan, muhim tashabbuslar muhokama qilinadigan Xalq uyi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatning ish jarayonlari qanday kechishini kuzatamiz. Qahramonimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Firdavs Qurbonov. Qurbonov Firdavs Qobiljonovich, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan deputat etib saylangan. Shuningdek, parlamentning Byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi a'zosi sifatida faoliyat yuritmoqda. U 1984-yil 4-avgust kuni Surxondaryo viloyatining Sarosiyo tumanida tavallud topgan. Oliy ma'lumotli, 2006-yilda Toshkent davlat yuridik universitetining bakalavr bosqichini tamomlab, 2008-yilda ushbu oliygohda magistrlik darajasini qo'lga kiritgan. Shuningdek, 2023-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida ham bakalavr bosqichini tamomlagan. Mutaxassisligi bo'yicha huquqshunos va xalqaro iqtisodchi. Mehnat faoliyatini maktabda davlat va huquq asoslari fani o'qituvchisi sifatida boshlagan. Keyinchalik iqtisodiyot va moliya sohalaridagi yirik davlat tashkilotlarida yuridik yo'nalishida turli rahbarlik lavozimlarida samarali faoliyat yuritgan. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati etib saylangan. Bir qarashda sokin ko'ringan bu bino ichida mamlakatimiz hayoti uchun muhim siyosiy jarayonlar kechadi. Aynan shu yerda fuqarolar manfaatini himoya qiladigan, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan qonunlar yaratilib, muhim qarorlar qabul qilinadi. Ammo har bir qonun ortida puxta tahlillar, ishchi guruhlari yig'ilishlari, deputatlar va mutaxassislar ishtirokidagi qizg'in muhokamalar mujassam. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Firdavs aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Loyihamizni boshlaymizmi? Ha, boshladik, ketdik. Hozir ishchi guruh yig'ilgan, qo'mitamiz a'zolari bilan birgalikda tashabbuskorlar bilan birga qonunni muhokama qilamiz. Firdavs Qurbonov mahalliy byudjetlarni boshqarishda tezkorlik va mustaqillikni oshirishga qaratilgan qonun loyihasiga qo'mita tomonidan mas'ul etib belgilangan. Mas'ul deputat qonun loyihasini atroflicha o'rganib, uni muhokama qilish va qabul qilish yuzasidan takliflar tayyorlaydi. Firdavs aka, mana ishchi guruh yig'ilishlarida qonun loyihasining chuqur muhokamalariga guvoh bo'ldik. Shu yerda bir savol tug'iladi. Qonun loyihasi yaralishi va qonunga aylanish jarayonlarida qanday bosqichlardan o'tadi? Qonun bizga, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kirib kelishdan oldin o'zini tartibi bor. Qonun loyihalarini ishlab chiqish va qabul qilish o'ziga xos, aniq va qat'iy bosqichlari mavjud. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 98-moddasida qonun loyihalarini kiritish vakolatiga ega bo'lgan subyektlar belgilab qo'yilgan. Bular O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qonunchilik palatasining deputatlari, ya'ni bizlar ham va shu Oliy sud, Konstitutsion sud shular belgilangan bo'lsa, deylik, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qonun loyihasi kiritish tartibi, vazirlik idoralari tomonidan qonun loyihasi ishlab chiqiladi, manfaatdor vazirligi bilan kelishiladi. Manfaatdor vazirlik bilan kelishgandan keyin qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi. Huquqiy ekspertizadan o'tkazilgandan keyin qonun loyihasi Vazirlar Mahkamasi orqali Qonunchilik palatasiga taqdim etiladi. Bu yuqori aytgan boshqa qonunchilik tashabbus qilgan subyektlar to'g'ridan-to'g'ri Qonunchilik palatasiga kiritadi. Qonun loyihasi Qonunchilik palatasiga kelib tushgandan so'ng bu qonun loyihasi shu sohasiga qarab o'sha mas'ul qo'mita belgilanadi. Mas'ul qo'mita belgilangandan keyin o'sha qonun loyihasi 3 bosqichda qabul ko'rib chiqiladi bizda Qonunchilik palatasi, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi o'qish deyiladi. Birinchi o'qish o'sha mas'ul qo'mita belgilangandan keyin o'sha qo'mita ishchi guruhlarida ko'rib chiqiladi, o'sha lozim bo'lsa chaqiriladi, tashabbuskorlar birgalikda ko'rib chiqib, birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qilish bo'yicha qo'mitaning xulosasi beriladi, qarori. Qonun birinchi o'qishda qabul qilishda nimaga e'tibor beriladi? Bu qonunning umumiy g'oyasi nima? Maqsadi nima bo'yicha shu konsepsiyasi ko'rib chiqib qaror qabul qiladi. Qonun ikkinchi o'qish jarayonida haqiqiy bahs munozaralar, tortishuvlar bo'ladi bu. Mana o'zingiz ham hozir ko'rdingiz. Ya'ni tortishuvlar har bitta moddasi ustida. Qonun loyihasi o'sha mas'ul qo'mita tomonidan barcha o'sha fraksiyalarda himoya qilib chiqilinadi. Fraksiyalarda ko'rib chiqadi.
fraksiyada ham o'ziga yarasha tortishuvlar, munozaralar bo'lgandan keyin, yakdil qaror kelgandan keyin ikkinchi o'qishga ko'rib chiqish bo'yicha qaror qabul qilinib, yalpi majlisga kiritiladi. Undan so'ng qonun oxirgi 3-o'qish bosqichi bor. Ya'ni bu yakdil, ya'ni oxirgi xulosa kelingandan so'ng qonun 3-o'qishga qabul qilinadi. Shundan so'ng qonun 3ta o'qishga qabul qilingandan keyin Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasiga Senatiga yuboriladi ma'qullash bo'yicha. Senat qonunni belgilangan tartibda ko'rib chiqib ma'qullangandan so'ng, ya'ni imzolash uchun O'zbekiston Respublikasi prezidentiga taqdim qilinadi. Prezident tomonidan qonun imzolangandan keyin qonun yakdil o'sha qabul qilingan hisoblanib, o'sha ishlay boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, bitta qonunni qog'ozdan hayotga kirib kelguncha mana shunday katta mehnat va mas'uliyatni talab qiladi. Demak, hozir qonun loyihasi ishchi guruh yig'ilishlarida ko'rib chiqildi. Navbatdagi bosqich fraksiya yig'ilishlar. Xuddi shunday bo'ladi. Dushanba kuni an'anaga muvofiq Oliy Majlis Qonunchilik palatasida siyosiy partiyalar fraksiyalarining yig'ilishlari bo'lib o'tadi. Ushbu yig'ilishlarda yalpi majlis kun tartibiga kiritilishi rejalashtirilgan qonun loyihalari deputatlar tomonidan dastlab atroflicha muhokama qilinadi. Fraksiya yig'ilishlari bo'lib o'tadi. O'sha fraksiya yig'ilishlarida qo'mita tomonidan menga biriktirib qo'yilgan qonun loyihasi bor. Ya'ni bu O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida qonun. Bu qonun bilan Byudjet kodeksiga o'zgartirish kiritilyapti. O'sha qonunga qo'mita tomonidan mas'ul etib men belgilanganman. O'shancha hozir mana shu qonunni himoya qilish uchun fraksiya yig'ilishiga kirib ketyapmiz. Qahramonimiz Firdavs Qurbonov ham o'z mas'ulligidagi qonun loyihasini har bir fraksiya yig'ilishida taqdim etib, uning mazmun mohiyati, ahamiyati va kutilayotgan natijalar haqida deputatlarga batafsil ma'lumot beradi. Shuningdek, u deputatlarni qiziqtirgan savollarga javob berib, bildirilgan taklif va mulohazalarni inobatga oladi. Mana siyosiy partiyalarning fraksiya yig'ilishlari o'z yakuniga yetdi. Deputatlar qonun loyihasining qaysi taraflariga alohida e'tibor qaratishdi? Ko'rib turganingizdek, soat 9:30da fraksiyalar boshlandi. Mana oxirgi fraksiya o'zimizning partiya bo'ldi. O'sha partiyada mana qabul qildik, qonunni birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qildik. Ikkinchi o'qish jarayonida qonunga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha o'zim qo'mitamizda pozitsiyasini aytdim. Ya'ni qonunda ikkita o'zgarish bo'ldi. Ya'ni qonunning preambulasiga o'zgartirish kiritildik. Ya'ni to'liq nima uchun qonun kelayotganligi, maqsadi nima uchun kelayotganligini yozdik. Keyin bitta moddani yuridik texnik tomondan chiqarib tashlashni maqsadga muvofiq deb qabul qildik qo'mitamiz tomonidan. Bu narsa fraksiyalarda ko'rildi. Deputatlar qiziqtirgan joyi, ya'ni shu paytgacha hududiy viloyatdagi boshqa hududdagilar, ya'ni byudjet kodeksiga asosan birinchi, ikkinchi guruh xarajatlari va oziq-ovqat va dori-darmon sotib olish bo'yicha ajratilgan mablag'larni kamaytirish yoki ko'paytirish masalasi bu shu paytgacha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan kelishib amalga oshiriladi. Hozir bu amaliyotni bekor qilish bo'yicha o'sha qonun qabul loyihasi qabul qilindi. Ikkinchi o'qishda ham fraksiyalar qo'llab-quvvatladi. Ertaga qo'mitamiz nomidan qonunni birinchi va ikkinchi o'qishda qabul qilish bo'yicha qo'mita taklifini, xulosasini iltimos qilib so'raymiz yalpi majlisda. Ko'rib turganingizdek, qonunlar shunchaki qabul qilinmaydi. Qonun loyihasi ustida ishchi guruh tomonidan puxta va izchil ish olib borilib, undagi har bir norma ko'rib chiqiladi. Deputatlar va fraksiyalar tomonidan bildirilgan takliflar umumlashtirilib, zarur ekspertizalardan o'tkaziladi. Muhokamalar yakuniga ko'ra ayrim normalar chiqarib tashlanishi, mavjudlari takomillashtirilishi yoki yangi normalar bilan to'ldirilishi mumkin. Ikkinchi o'qishda ham fraksiyalarda ma'qullandi. Qabul qilish bo'yicha ertaga yalpi majlis kiritiladi. Shunga yalpi majlis haqida qachon bo'lishiga qo'shimcha ma'lumot beraman. Erta kechikib qolmasdan shu vazir o'rinbosari bilan kelsanlaring yaxshi bo'lardi. Katta rahmat. Rahmat sizlarga kelganlaringiz uchun. Salomat bo'ling. Rahmat. Yalpi majlisda Byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasining ikkita qonun loyihasi bor. Bittasiga o'zim mas'ulman, bittasiga qo'mitamiz a'zosi, men ishchi guruhda borman. O'sha qonunni qabul qilish bo'yicha birinchi o'qishda ko'rib chiqamiz. Shu bo'yicha majlis qilamiz. Qo'mitamiz mazkur qonun loyihasini atroficha ko'rib chiqdi. Haqiqatan ham mazkur qonun loyihasi mahalliy davlat hokimiyat organlarining moliyaviy mustaqilligini kengaytirishga, joylarda qarorlar qabul qilish tezkorligini ta'minlashga, byudjet intizomini oshirib, mavjud mablag'lardan yanada oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Qo'mitamiz mazkur loyihani to'liq ma'qullab qabul qilishingizni so'raymiz. Rahmat.
Qonun loyihasi hajman ixchamligi hamda siyosiy partiyalar fraksiyalarida e'tirozlar bildirilmagani inobatga olinib, reglament talablariga muvofiq bir vaqtning o'zida 3 o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi. Yalpi majlis yakunlangandan so'ng qahramonimiz deputat Firdavs Qurbonov bilan samimiy suhbat qurdik. Firdavs aka, deputat bo'lguningizga qadar qanday hayotiy bosqichlardan o'tgansiz? Ya'ni deputatlikkacha bo'lgan mehnat faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz. Men Toshkent davlat yuridik universitetini bakalavr, magistratura bosqichlarini o'qiganman. Bundan tashqari ikkinchi mutaxassis sifatida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetini tugatganman. Yo'nalishim huquqshunos iqtisodchi. Universitetni bitirganimdan keyin, yuridik universitetni bitirganimdan keyin men davlat bank sektorlarida ishladim. Davlat tashqi savdo kompaniyalarida ishladim, qishloq xo'jalik sohasida ishladim. Oddiy mutaxassisdan iqtisodiyot va moliya vazirligining boshqarma boshlig'i lavozimigacha mehnat faoliyat yuritdim. Erkagimga bo'lgan davrda. Shu 16 yillik tajribam asosida mana shu hozir bugungi kunda deputat sifatida 16 yil tajriba olgan bilimlarim va tajribam asosida mana shu qonun loyihalarini ko'rib chiqishda, fuqarolarning murojaatlariga huquqiy yechim topish maqsadida, to'g'risi aytsam, mana shuncha bosib o'tgan faoliyatim menga suyanchiq bo'lib xizmat qilyapti bugungi kunda. Sizningcha deputatlik faoliyatining eng mas'uliyatli va qiyin tomonlari nimada? Deputatning eng mas'uliyatli tomoni bu albatta ishonch bildirilgan, ya'ni xalqimiz bildirilgan ishonch. Shu to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan qonunlarni qabul qilishda deputatlarimizdan to'g'risi faollik talab qilinadi va juda katta tajriba, faollik talab qilinadi. Biz budjet bo'ladimi, iqtisodiy sohadagi qonunlar o'sha sarflanayotgan yoki budjetga xalqimizga, ya'ni sohalarga ajratilayotgan mablag'lar to'g'ridan to'g'ri yetib borilishi bo'yicha biz deputatlar mas'ulmiz. O'ylaymanki, biz qaror qabul qilishda, qonun qaror qabul qilishda eng adolatli, xalqimizning manfaatiga xizmat qiladigan qonun bo'lishi kerak. Bundan tashqari mana hududlarga chiqqanimizda murojaatlar bo'ladi, joyiga chiqib odamlar murojaatlari, fuqarolarimiz murojaatlari ko'rganda bir xil murojaatlari joyida darhol yechib bo'lmaydi. Uni biz deputatlar bosqich o'shani yechimni topish bo'yicha qo'limizdan kelguncha barcha ishni qilishimiz kerak bo'ladi. Darhol yecha olmasangiz ham o'zingizga yozib olib, uni keyin kelib kerak bo'lsa respublika darajasigacha o'sha joyda hal qila olmaganingizdan keyin kerak bo'lsa respublika darajasigacha ko'tarib o'sha murojaatni yechsangiz, men o'ylaymanki eng katta mas'uliyatli vazifa deb his qilaman bu narsani. Deputatlik vakolati muddati tugagandan so'ng o'zingizni qayerda ko'rasiz? Menimcha lavozim qayerda bo'lishi muhim emas. Eng muhimi mana shu bizga ishonch bildirilgan muddat davomida xalqimizga xizmat qilish, el yurt duosini olish, keyin yaxshi shu soha bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lib xizmat qilishdan iborat deb o'ylayman. Firdavs aka, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Deputatlik faoliyatingizda va xalqimizga xizmat yo'lida sizga kuch-quvvat tilaymiz. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, biz sizga Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Firdavs Qurbonovning Qonunchilik palatasidagi ish faoliyatini namoyish qildik. Har doimgidek xulosa qilish o'zingizdan.